Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va alihi vashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: Astagfirullah. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ey Muhammad alayhisalom, albatta biz sizga mana shu Qur'onda qissalarning eng go'zallarini so'zlab beramiz va holanki bu qissalardan siz g'ofillardan edingiz. Allohning zikridan g'ofil emas, balki mana shu qissalardan g'ofil edi. Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq. U payg'ambarlarni qissalarini sizga ro'y-rost so'zlab beramiz Alloh taolo boshqa oyatda. Boshqa oyatda faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Mana shu qissalarni ularga so'zlab bering ey Muhammad alayhisalom, shoyat ular fikr yurituvchilardan bo'lsa. Mana shu yuqorida aytilgan oyatlar bu payg'ambarlarning qissalari qanchalik mohiyati kattaligini, qanchalik qadri ulug'ligini belgilab beradi. Rasululloh mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti va qolaversa boshqa hamma o'tgan payg'ambarlarning hayoti mu'minlarga va kelajakda keladigan barcha bir ummatlarga bu ibrat namuna bo'ladi. Siz bilan biz avvalgi ummatlarning holidan xabar olishimiz uchun, ularda qilgan xatolarga tushib qolmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ba'zi payg'ambarlar qissalarini mufassal, ba'zilarini muxtasar bayon qildi. Aqlli odam boshqalarning xatosini ko'rib, dars olib, ana shu xatoga tushmaslikka harakat qiladi. Aqli yo'q odam o'zini qilgan xatolardan dars oladi. Alloh taolo siz bilan bizga bu payg'ambarlarning qissalarini avvalgi o'tgan qavmlarni so'zlab beryaptiki, ey Muhammad alayhisolamning ummati, avvalgi o'tgan qavmlardan o'tgan sodir bo'lgan xatolarni sizlar qilmanglar va ularning holiga sizlar tushib qolmanglar. Siz bilan bizga mana shu Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlarning soni 25 ta. 25 ta payg'ambarning ismi zikr qilingan. Astagfirullah. Va tilka hujjatuna ataynaha Ibrohima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna robbaka hakimun alim. Alloh taolo payg'ambarlarning ba'zilarini qissalarini Qur'onda mufassal bayon qildi, ba'zilarini muxtasar bayon qildi. Va kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak va ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'iza va zikra lil mu'minin. Har bitta ishni qilishlikdan odam, har qaysi odamda ko'zlagan maqsadlari bo'ladi. Mana shu qissalarni o'rganishlikdan avvalgi maqsadlarimizni belgilab olaylik. Qissalarni o'rganishlikdan nima maqsad ko'zlanadi? Bu faqat eshitib qo'yib, ha, bir zamonlarda mana shu ish bo'lgan ekan, bir zamonlarda unday bo'lgan ekan deb ko'ngil xushligi uchun eshitib qo'yadigan qissalar emas bu. Bu hayoliy qissalar emas, odamda hayoliga kelgan bir roman yoki qandaydir ertak hikoya emas. Bu qissalarda qadri hayotda sodir bo'lgan, voqea bo'lgan qissalar va bu qissalarda so'zlayotgan zot Alloh azza va jalla. Bu qissalardan o'rganishdan maqsad birinchisi qalblar taskin topishligi. Ana shu payg'ambarlardan sizga qissalarni so'zlab beramiz, qalbingiz taskin topishligi uchun deyapti Alloh taolo. Demak, hayotda ba'zi bir ishlar bo'lgan paytda shuni ko'rib turib, avvalgi ummatlarning holidan xabardor bo'lsak, ha, o'sha paytda bunday bo'lgan edi, bu ham bunday bo'ladi. Qavmlar bo'lgan. Man ashadda minna quwwa deyishgan. Bizdan ko'ra quvvatliroq kim bor endi deyishganda Alloh taolo avalam ya'lam annallohallazi xalaqahum huwa ashadda minhum quwwa. Ular yo'qdan ularni bor qilgan Alloh ulardan quvvatliroq ekanligini esdan chiqarib qo'yishdimi? Vayron qilib tashamadimi ot qavmini? Shu narsani takrorlamaslik uchun biz qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak. Ba'zi birovlar birovga zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa, bir xalq ikkinchi xalq ustida tajovuz qilayotgan bo'lsa, Od qavmini eslab qo'yamiz. Od qavmi ham pufak birodarlar, qancha ichgan sari shuncha terisi nabzlashadi, nimaga yaqin bo'ladi? Otilishga yaqin bo'ladi. Ya'ni aytamizki, ha bu narsani biz bilamiz deymiz. Bu avvalgilardan bunday bo'lgan, endi bunday bo'ladi. Ya'ni sendan burungilar sen qilgan ish qilgan edi, ularning holidan biz xabarimiz bor. Uni biz qilmaymiz. Ikkinchidan, tarix kitoblariga aralashgan botilni yo'q qilish uchun o'rganamiz bu qissalarni. Ya'ni tarix shunaqa narsa ekanki, har bitta davr, har bitta bir tuzum kelgan paytda o'zini siyosatiga to'g'ri kelgan qilib tarixda gapirib beravergan ekan. Bir davlat bo'ldi, o'zimizning ota-bobolarimiz yurtiga bostirib kelgan
bosqinchilarni, g'ayri dinlarni haydab chiqarishga kurashganlarni bosmachi dedi, birodarlar. Vaholanki vatanini himoya qilishga chiqqan haqiqiy bir o'g'il bolalar emasmidi o'shalar? O'shpata chappecha olishani o'rganmiz, bosmachi ekan o'shalar deb. Subhanalloh, o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Ha, u o'zini yurti bo'lsa, nariga bostirib kelgan bo'lsa, bu himoya qilayotganda bosqinchi umi bumi. Lekin inson qo'li bilan yozgan tarix xolasa xolamasa orasiga botir aralashib qolishiga ehtimoldan xolmas ekan. Lekin bu qissalarda afzalligi Alloh azza va jalla Qur'onda bayon qilyapti. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Alloh taolay aytadi, biz bu Qur'onni o'zimiz nozil qildik va himoya qilib berishga ham o'zimizning zimmamizga deydi. Demak, bu yerda qanday qissa kelgan bo'lsa, shunday sodir bo'lgan. 100% toza birodarlar. Hech qanaqa davrga, hech qanaqa siyosatga, hech qanaqa bir odamlarning ra'yiga qarab yozilgan emas bu tarix. Uchinchidan, mav'iza, zikr mu'minlar uchun. Mu'minlar eslatma olish kerak. Qorunga pullar olgan ekan. Terisiga sig'may ketgan ekan. Innama awtituhu ala ilmin indi. Men bu pullarga o'zimning ilmim bilan, o'zimning aqlim bilan, o'zimning harakatim bilan yetishdim. Nimaga zakot beraman degan ekan, birodarlar. Shunda dunyo hayotini havas qilganlar qarab turib, ha bu Qorunni zuvolasini katta olganda, qaniydi bizda ham o'shundagi narsa bo'lsa deb havas qilganda iymon keltirganlar aytdiki, "Ey, sizlarga berilgan iymonning qadri baland. Bu narsani havas qilmanglar" deb turuvdi, shunday yer yutib yubordi. Qaraymizda, ha, insonda qo'lida qancha bo'lishidan qat'iy nazar iymon bo'lsa-la, qolgan hech narsa emas ekan. Kirib ketdi. Qiyomatgacha bir qarashdan botib boradi deyiladi rivoyatlarda Qorun. Boyligi shunaqa bo'lganki, Alloh taolo boyligini dollar bilan, tilla bilan o'lchagan emas. Kalit bilan o'lchagan. Biz unga shunday bir xazinalarni berdikki, xazinalari berkitilgan uylarda kalitini ko'tarib yurgani bir nechta quvvat egasi bo'lgan kishilar qiylanardi deydi. Kalitini ko'tarilgan 3-4 ta qora qullari qiylanardi, kalitni. Endi har bitta kalit bitta xona degani. Har bitta xona degani boylik degani. Lekin qayerda? Aytayapmiz-ku, mav'iza va eslatma mu'minlar uchun. Boshinglar osmonga kelsa shunchalik bo'lasizlar, birodarlar. Lekin nimasini olib ketdi? Demak, bu qissalarni o'rganishdan maqsad qalbimiz taskin topishligi uchun, tarixni yaxshi o'rganishlik uchun va qalblarimiz taskin topishligi uchun. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Alloh va rafa'a ba'dahum darajat va atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat va ayyadnahu bi ruhil qudus. Bu payg'ambarlar qissalarini Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga bayon qiladi. Birini ikkinchisidan mufazzal qildik. Ba'zi payg'ambarlarga Alloh taolo so'zladi. Ba'zisining darajasini ko'tardi, ba'zisini otasiz yaratdi, ba'zisini otasiz ham, onasiz ham yaratdi. Toki otasiz yaralgan Iso alayhisalomni Xudoning o'g'li deyishmasin. Chunki onasi bor edi Iso alayhisalomda. Ha, Odam alayhisalomning ishi bundan kattaroq emasmidi? Otasi ham, onasi ham yo'q edi-yu. Otasiz yaralsalar Xudoning o'g'li deysizlarmi? Odamga qaramaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Va laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayk va minhum man lam naqsus alayk. Dar haqiqat ey Muhammad alayhisalom, sizdan avval ham biz payg'ambarlarni yuborganmiz. Ba'zilarini sizga so'zladik Qur'onda, ba'zilarini so'zlamadik. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi va tafsila kulli shay'in va hudan va rahmatan liqaumin yu'minun. Mana shu payg'ambarlarning qissalarida deydi Alloh azza va jalla, aql egalari uchun ibrat bor, namuna bor. Birodarlar, qaraylik. Bu payg'ambarlarning hayotida podsholari bor. Agar podsho bo'lsak, ibrat olaylik. Boylari bor. Ibrat olaylik. Chiroylilari bor. Ibrat olaylik. Ha, bir odam chiroyli bo'lsa, xaridori ko'p bo'lib yurgan bo'lsa, haligi shu chiroyini bahona qilib ibodatdan qoldim deya olmas ekan. Yusuf alayhisolamning chiroyi butun maxluqot chiroyiga barobar edi. Bir aytar ekan, xotinim yomon desa, Lut alayhisalom, Nuh alayhisalom misol qilar ekan, xotini Lut tinchal yomonmidi? Bir odam kasal edim desa, Ayyub alayhisalom misol qilar ekan. Bir odam kambag'alchilik qursin, shu kambag'alchilik bilan bo'lib bola chaqa yaxshi qolmagan ekanman, ibodat qilmagan bo'lsa, Iso alayhisalomning yaxtagidan boshqa hech narsasi bo'lmagan ekan hayotda.
Iso Masih deyilishiga birinchi rivoyatda onasi tug'ilganda yog' bilan masx qilgani shuning uchun Masih deyiladilarki, ikkinchisida sayohat qilib yuradi. Yer yuzida vatani yo'q edi, uyi bo'lmagan ekan birodar Iso alayhisalomda. Uyi bo'lmagan ekan. Payg'ambarlarni qarasangiz, albatta sizga, ayni sizga mos keladigan bitta payg'ambarning bir hayoti bor. Yoki sahobalardagi bor. Bittasini podsholigi Allohning ibodatini to'smadi, bittasini gadeyligi Allohning ibodatini to'smadi. Bittasini bolasini kofirligi, bittasini xotinining kofirligi Allohning ibodatini to'smadi. Yer yuzida yashayotgan odamlarning eng afzali kimlar? Payg'ambarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan odamning eng afzali bu Abu Bakr Siddiq. O'shunda ham Abu Bakr Siddiq odamlarning eng afzali bo'lishi bilan payg'ambarlar darajasiga ko'tarila olmaydi. Payg'ambarlar birodarlar, bu hidoyat chiroqlari. insonlarni zulmatga, jahannamga qarab ketayotganda yo'l boshlagan yo'l boshchilari. Agar bularning tarixini bilmasak, biz hech narsani o'rganmagan bo'lamiz. Hech bir qavm payg'ambarsiz qolgan emas. Hech bir qavm nazir, ogohlantiruvchisiz qolgan emas. Banu Isroilda bitta payg'ambar bo'lsa, ertasi kuni boshqa payg'ambar chiqaverdi. Bir vaqtda o'zida 3 ta payg'ambar ham yashadi. Alloh taolo bandalariga mehribon ekan, ularni adashib ketishligini xohlamas ekan, birodarlar, payg'ambarlarning bo'lishligi Allohga kerakmi, bizga kerakmi? Insonlarga zarurat bu. Insonlarga kerak bu narsa. Alloh taoloning marhamati va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Alloh taolo Muhammad alayhisalom to'g'risida. Cho'rla ozgina. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizni yer yuziga insonlarga rahmat qilib yubordik deydi. Ya'ni bizni rahmimiz kelganligidan sizni yubordik. Odamlar jahannamdan o'zlarini saqlab qolishsin va Alloh taoloning foydasiga hujjat qoyim bo'ldi. Inna kunna an hada g'afilin. Inna kunna an hada g'afilin. Qiyomat kuni borganda odamlar, payg'ambarlar bormidi? Jannat, do'zax degan narsa bor. Biz eshitmagan ekanmiz bu narsani demasliklari uchun Alloh azza va jalla payg'ambarlar yubordi yoki nazir, ogohlantiruvchilarni yubordi. Har bitta qavmda albatta jannat, do'zax borligini xabarini aytgan ogohlantiruvchi o'tgan. Hech kim Alloh oldiga borganda bahona yoki hujjat qila olmaydi. Va ma min ummatin illa khala fiha nazir. Har bir ummat o'tgan, magar ichida ogohlantiruvchi bo'lgan. Bu qissalarda afzalligi, birodar, qissa kirishganimiz yo'q hali. Bu taqdimoti bu. Nimani o'rganayotganimizni bilib qo'yaylik, nimani eshitayotganimizni bilib qo'yaylik. Bu xayoliy emas bu qissalar. Alloh azza va jalla yozyapti bu qissani. Alloh azza va jalla bizga bayon qilyapti. Demak, birorta oldidan ham ortidan ham botil kelmaydi. Avvalgi ummatlarning holiga tushib qolmasligimiz uchun, ularni holidan ibrat olishimiz uchun bu suralar, bu qissalar bizga bayon qildi. Bu qissalar insoniyat tarixining umurtqasi. Hamma tarix shunga osiladi. Yer yuzida insoniyatning hayotiga qattiq ta'sir o'tkazgan qo'mondonlar, podshohlar, boyvachchalar, shunaqa insonlar o'tgan. Lekin bularda hech qaysisini ta'siri payg'ambarlarning insonlarga ko'rsatgan ta'sirchalik bo'lmaydi tarixiga. Agar biz payg'ambarlar tarixini bilmas ekanmiz, Qur'onni juda katta qismidan bexabar qolgan bo'lamiz. Deyarli 3 dan 1 deb qo'yavering, Alloh a'lam. Bitta Banu Isroil qissasi Qur'onda 70 o'rinda zikr qilingan. 70 ta oyatda emas. 70 o'rin. Ya'ni 4 ta oyat bitta o'rin bo'lishi mumkin. 20 ta oyat bitta o'rin. Shunaqa o'rindan 70 marta kelgan. Nimaga? Nimaga Alloh taolo Musa alayhisalom qissasini eng katta qissa qilib bayon qildi? Banu Isroilning kimligini bilib olinglar deyapti Alloh azza va jalla. Sizlarni va meni dushmanim deyapti. O'zlarini qavmidan bo'lgan, o'zini millatidan bo'lgan, yahudi bo'lgan Musa alayhisalom Fir'avnni so'yib, xor qilib turgan joyida yahudiylarni olib chiqib ketib, 20 ta yaqin mo'jiza ko'rsatdi. Nima muomala qilishdi? Xorlikdan olib chiqib ketgan Musa payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rgandan keyin, "Ey musulmonlar, ko'zinglarni ochinglar. Bu hech qachon sizlarga el bo'lmaydi bu xalq. Bular sizlarni va meni dushmanim" deyapti. 30 yil qo'shningiz bo'ladi. 100 yil qo'shningiz bo'ladi, lekin yahudiyligicha qoladi u. G'oyril mag'dubi alayhim valaddolin. Seni g'azabingga uchramagan va adashmaganlarning yo'li bo'lgan to'g'ri yo'lini bergin deyotganda, mana shu qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak.
Nimaga endi Yahudi, nimaga endi yomon ko'rishimiz kerak? Nimaga bizni dushmanimiz deyapti Alloh? Eshitaylik birodarlar. Modomiki haq yo'lda yurmoqchi ekanmiz, odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmoqchi ekanmiz, biz anbiyolar tarixini o'rganmasdan hech qanday ilojimiz yo'q. Chunki u kishilar da'vatchilarning ustozlari bo'lgan. Shunday emasmi? Agar bir odamni haqqa da'vat qilmoqchi bo'lsa, kimdandir o'rganish kerak. Ha? Birini ursa nima qilishim kerak? Gapimni olmasa nima qilish kerak? So'ksa nima qilish kerak? Jirillab tashlab chiqib ketish kerakmi? Yunus alayhisalom qavmini bora deb chiqib ketib qoldi, nima bo'ldi? Baliq yutib yubordimi? Ha, demak Alloh yo'lida yetayotgan mashaqqatga nima qilish kerak ekan? Chunki buni mukofotini Alloh azza va jalla beradi. Hech qaysi payg'ambarda oyog'ini taylarga gullarda chachib, gulchambarlar bilan kutishib olmagan ekan, keling deb. Demak, haqqa gapirganda so'kish eshitasiz, haqqa chaqirganingizda har xil nomlarni olasiz. Bunga nima qilish kerak? Sabr qilish kerakligini qachon o'rganamiz ekan? Payg'ambarlar tarixini o'rganganimizdan keyin. Mana bu qissalarda Isroiliyot olinmadi. Ana shu qissani yozgan tarjima kishi mana Torix Muhammad Suvadon aytadi, men mana shu qissalarni tayyorlashlikda Isroiliyot va zaif hadislarga e'tibor qaratmadim. Hadislarda faqat sahihlarni oldim. Hadislarda Ibn Abbosga, Ibn Kasir va Ibn Jarga tafsirlarda tayanaman. Ya'ni aytilayotgan Isroiliyot degani birodarlar, Tavrot va Injildan avvalgi payg'ambarlar haqida aytilingan ma'lumotlar olingan bo'lsa, shu Isroiliyot, Isroiliy kitoblardan olingan ma'lumot deyiladi. Isroiliyot. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, la tusaddiquha va la tukazzibuha. Ana shu Tavrot va Injilda payg'ambarlar haqida aytilingan ma'lumotlarni yolg'on ham demanglar, rost ham demanglar. Chunki rost bo'lgan joyi ham bor, botil aralashib ketgan joyi ham bor. Biz tasdiqlamaymiz, inkor ham qilmaymiz. Lekin bu qissalarda Isroilga keltirilgan emas. Agar keltirilgan bo'lsa aytib qo'yilgan. Ya'ni sahih ma'lumotlardan deyarli ma'lumot topolmadim, lekin Isroiliyotda mana bunday deyilgan deb qo'yiladi. Qissani boshlaymiz birodarlar. Qissani avvalidan boshlaymiz. Hali Odam alayhisalom yaralmasdan turib bo'lgan ishlar haqida gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Xalaqas samawati val arda va ma baynahuma fi sittati ayyam, thumma istawa ala al-arsh, ya'lamu ma yalijul fil ardi va ma yakhruju fiha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma. Alloh azza va jalla har bitta narsani yaratuvchi bo'lgan zotdir va har bitta ishga Alloh vakildir. Osmonlar yerlarni 6 kunda yaratdi va Allohning arshi suvning ustida edi. Birinchi bo'lib nima yaralgan degan savolga ulamolar quyidagi tartibda javob berishadi. Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi: "Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon, yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi?" Joy masalasi bilan, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama, bo'shliqda edi. So'ngra arshini suvni ustiga yaratdi. Demak, birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suvni ustida yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Imom Ahmad, Abu Dovud, Termiziy musnadlarda keltirilgan Uboda ibn Somat roziyallohu anhu dan Rasululloh aytadi, Alloh taolo yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam dedi. Ya'ni yuqoridagi hadisda birinchi arsh deyildi. Bu hadisda qalam deyilyapti. Alloh azza va jalla qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yoz dedi. Vajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu lahzada boshlab koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta ishni, kichik ishni qalam nima qildi? Rizqinglarni ham yozib qo'ydi shu yerda. Hali osmon yo'q, hali yer yo'q, inson yo'q, jin yo'q, hech narsa yo'q. Alloh taolo yozib qo'ydi hamma yo'q.
Imom Muslimda keltirilgan qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolarning fikriga ko'ra Abdulloh ibn Abbosni va Abdulloh ibn Amr ibn Osni quyidagi hadisi hujjat bo'ladi deydi. Alloh taolo mahluqotlarni taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi. Demak, arsh bo'lgan suv ustida, keyin qalam yaratilgan, qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa mahluqotlar nima qildi? Yaratildi. Demak, arsh, qalam va hayvonlar, mahluqotlar. Eng birinchi narsa qalam yaratildi deganda bu bizning dunyoyimizga taalluqli narsalardan qalam yaratildi. Chunki qalamni biz tasavvur qila olmaymiz qalamni, birodarlar. Lekin uning kayfiyati qanaqa bo'lishini Alloh azza va jalla o'zi biladi. Imom Buxoriyda keltirilgan Imron ibn Husayndan Yamandan bir to'p odamlar kelib Rasulullohdan: "Ya Rasululloh, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning avvalida nima bo'lgan edi? Mana shu narsa haqida so'ragani keldik" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Eng avval Alloh bor edi. Undan avval hech kim bo'lgan emas. Uning arshi suv ustida edi va barcha narsani zikrda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozdi va osmonni yerni yaratdi" deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi. Demak, arsh, qalam, Lavhul Mahfuz va osmon yer undan keyingi mahluqotlar. Bidoyatul xalq, mahluqotlarning yaralish haqidagi ulamolar aytgan so'zi mana shunga asoslanadi. Mana osmon, yer va boshqa mahluqotlar yaralishi. Imom Ahmad, Imom Muslim rivoyat qilingan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi, meni qo'limni ushlab turib dedi: "Alloh tuproqni shanba kuni yaratdi. Tog'larni bozor kuni yaratdi. Daraxtlarni dushanba kuni yaratdi. Kasallik va insonga yoqmaydigan narsalarni seshanba kuni yaratdi. Nurni chorshanba kuni, hayvonlarni payshanba kuni va odamni juma kunini asrdan keyingi vaqtida yaratdi." Shuning uchun juma kuni birodarlar muborak kun. Mana shu bizning dunyoyimizda yaralgan mahluqotlarning eng oxirgisi Odam alayhissalom bo'ldi. Odam alayhissalom asr bilan ana shu shom yoki asr bilan tund orasidagi vaqtda yaratildi. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim va yastaghfiruna liman fil ard ala innalloha huval g'afurur rahim. Odam alayhissalom yaralishidan burun farishtalar bo'lgan, jinlar bo'lgan. Mana farishtalarni Alloh taolo juda ko'p oyatlarda nurdan yaratganligini bizga bayon qiladi. Va xalaqal janna min marji min nar. Jinlarni esa o'tdan yaratganligini bayon qiladi. Demak, rivoyatlarda keladi, mana hadislarda jinlar Odam alayhissalomdan 2000 yil, yaralishidan 2000 yil avval yer yuzida mavjud bo'lgan. Va xalaqtani min nar degan iblis. Ey iblis, nimaga odamga sajda qilishlikdan bosh torting deganda, uni turpoqdan yaratding, meni o'tdan yaratding dedi. Ana shu bir eslik so'ragan ekan bir olimdan. Jahannamda o't bilan azoblar ekan Alloh, shundaymi? Ha, shunday. Ha, jin o'tdan yaralgan bo'lsa, qana qilib uni o'tga solib, o'tni o't bilan azoblaydi deganda, hali olim juda chiroyli javob berayotgan ekanki, insonni nimadan yaratgan? Turpoqdan. Sen nimadan yaralgansan? Turpoqdan. Yerdan guvarayda olgan ekan. Mana nimadan yaralgan? Turpoqdan. Boshiga burib qonini chiqarib qo'yib turib, mana qilib azoblaydi degan ekan. Ya'ni jinni qanaqa qilib azoblashligi sizni tashvishingiz bo'lmay qo'yaversin. Parvardigor o'zi biladi qanaqa qilib azoblashligini. Yana bittasi so'ragan ekan, ha, aroq nima uchun harom? Axir uzumdan, boshqa narsadan, tabiiy halol narsalardan olingan bo'lsa, nimasi harom deganda aytgan ekanki, olim bir siqim turpoqni olib turib betingizga chassam, ozor chekasizmi? Ha, yo'q. Ha, bir siqim suvni olib turib betingizga chassam, ozor chekasizmi? Yo'q. Ha, endi o'sha turpoqni suvga aralashtirib, yaxshilab pishirib, quritib turib basharangizga ursa nima bo'lasiz deganda qonaydi degan ekan. Uzum, olma harom emas, ana shu proses akalar. O'sha jarayon harom qilib qo'yapti u narsani. Demak, birodarlar, nimaga harom deb o'zi asli musulmon so'ramaydi, biz aqidamizga to'g'ri kelmaydi. Alloh harom dedimi? Gap tamom. Lekin bunaqa aqllilar chiqib qoladigan bo'lsa, islomda hamma yo'qqa javob bor. Faqat biz bilmaganligimiz uchun so'rayapmiz bu narsalarni. Boshimizga guvola yeb qolishdan burun tavba qilaylik. Alloh taolo mana iblisni
jinlardan ekanligini aytadi. Hasan Basriy aytadi, iblis hech qachon farishta bo'lgan emas. Jannatda qanday bo'lib qolgan? Qanday qilib jannatga kirib qolgan edi hali? Mana Ibn Umar va Ibn Abboslardan keltirilgan hadisda aytiladi, jinlar odamdan 2000 avval yer yuzida yashaganlar. Mana shu yerda jinlar yashagan birodarlar. Bu sahih hadisda keltirilgan. Yer yuzida buzg'unchilikni haddidan oshirishgan. Nohaq qonlar to'kkan, gunohni ko'p qilganlarida Alloh azza va jalla farishtalardan iborat qo'shinni tushirdi. Jinlar va farishtalar o'rtasida jang bo'ldi. Farishtalar jinlarni yakson qilib, dengizlarga, okeanlarga, orollarga surib tashladi. Jinlarda yashaydigan joylari ham ana shu dengiz va okeandagi orollar birodarlar. Sahih hadislarda keladi, iblisni suvni ustida arshi bor dedi Rasululloh. Ana shu suvdan turib, okeandan, dengizdan turib qo'shinini yer yuziga jo'natib turadi deyiladi. Iblis ana shu jinlarning yer yuzidagi podshohi, uni taxti suvni ustida, ashaddan odamlar ustiga yuborishligini qo'shin yuborishi haqida ma'lumotlar bor. Yuqorida aytilgan ma'lumotlar Odam alayhisalom yaralgunga qadar bo'lgan ishlar. Inshaalloh keyingi suhbatimizda Odam alayhisalom yaralishi haqida so'z yuritamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana siz bilan bugun ana shu Odam alayhisalomning yaralishi va bidoyatul xalq haqida suhbatlashib, Odam alayhisalomning yaralishiga yetib kelgan edik. Bugun inshaalloh mana Odam alayhisalom haqida gaplashgan bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qildi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni va insonlarni, odamlarni ibodat uchun yaratdim. deb marhamat qildi. Demak, insonni yaralishidan maqsad ibodat bo'ladi. Agar qaysi bir inson dunyoga kelsa-yu, Robbisini tali unga ibodat qilmaydigan bo'lsa, o'zi ma'lum bir maqsad uchun yaralganida shu maqsadni amalga oshirmagan bo'ladi. Mana shu qo'limizdagi qalam agar yozishlikdan to'xtab qolsa, o'z-o'zidan kerak emas narsaga aylanib qoladi. Qo'limizdagi telefonimiz suvga tushib ketib kuyadigan bo'lsa, remont bo'lishigini, remont bo'lmasligini ustidan eshitgan paytimizda har qancha qimmat pulga olgan bo'lmaylik, u arzimagan 2 pulga qiymat narsa bo'lib qoladi. Har bitta narsa o'zini mavjud bo'lib turishligida ma'lum bir maqsadni ko'zlaydi. Shu maqsadni amalga oshirishdan yaramay qolganda u narsa kerak emas narsaga aylanib qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda insonning dunyoga kelishining maqsadi ibodat ekan. Inson ibodat qilmasa, kerak emas buyum qatorida bo'lib qoladi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ibodatimizga muhtoj emas edi. Alloh taologa nima kerak bor odamni yaratishlikda? Nima kerak bor maxluqotlar yaratishligini? Alloh taolo g'aniyun anil alamin, butun olamlardan behojat bo'lgan Parvardigor edi. Hech o'ylab ko'rganmizmi, nimaga Alloh taolo yaratgan siz bilan bizni? Nimaga keragi bor edi Alloh taologa? Shuni yaxshi tushunib olsak, bizga Alloh taolo eng asosiy narsa berganligini, biz dunyodagi eng boy odamlar ekanligimizni anglab yetamiz. Alloh azza va jallani go'zal ism-sifatlari bor. Alloh taoloni rahmati bor, karami bor, marhamati bor. Mana shu sifatlarni Alloh taolo zohir qilishlikni xohladi. Bandalarni yaratdi, maxluqotlarni yaratdi, ularga ne'matlarni berdi, o'zini tanitdi. O'zini Alloh azza va jalla tanitishlikni xohladi. Demak, butun koinotda yaralishligidan maqsad Allohni tanishligi bo'ladi. Demak, siz bilan biz dunyoga kelib Alloh azza va jallani tanibmiz, uni ism-sifatlarini o'rganibmiz, qanday sifatlarga ekanligini ko'ribmiz, iymon keltiribmiz. Demak, eng asosiy narsa bor bizda. Uni bu yoqdagi narsa Alloh taoloning xohishdagi narsa, xohlasa berardi, xohlamasa bermas edi. Bandalar bor, dunyodagi hamma matoni olgan, lekin Robbisini tanishlik baxtidan mahrum. Bandalar bor, yer yuzida sulton bo'lgan, yer yuzining hukmronlari, podshohlari bo'lgan, lekin Robbisiga subhana robbiyal a'lo deb peshonasini yerga qo'yib sajda qilishlik baxtidan mahrum. Chunki birodarlar, do'st qidirsang ibodat etar deyilgan. Har qancha narsa insonda ko'p bo'lsin, lekin ibodati bo'lmaydigan bo'lsa, yerni ustida to'plagan jamiki narsasi ko'milganda inson yerni tagiga o'zi kirib ketadi, yerni bu yerda qoladi, faqat insonning ibodati bilan kiradi. Demak, Alloh azza va jallani siz bilan biz tanishligimiz biz uchun berilgan eng oliy ne'mat bo'ladi. Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana Odam alayhisalomni yaralishligi haqidagi bahs, so'z Odam alayhisalom hali yaralmasdan turib boshlandi.
Astagfiru billah iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Vaqtiki Parvardigoringiz farishtalarga men yer yuzida o'zimni xalifamni yaratmoqchiman dedi. Xalifa degan so'z bu o'rinbosar degani. Alloh azza va jallani yerdagi o'rinbosari degani. Yer yuziga hali odam demadi Alloh taolo, bashar demadi, o'rinbosar dedi. Ana shu Alloh taolo o'zini niyatini aytgan paytda siz bilan biz otamiz Odam alayhisalom bir marta aziz bo'ldi. Chunki nima deyapti Alloh? Meni o'rinbosarim. Davlatning birinchi rahbari podshohi bo'lsa, undan keyingi odam o'rinbosari bo'ladi. Ikkinchi odam bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizga shunday unvonni beryaptiki, yer yuzini meni hukmimni joriy qilishligi bilan yer yuzini obod qiladi. Meni hukmimni hayotda tatbiq qiladi. Shuning uchun o'rinbosar dedi. Bundan katta birodarlar, amal bundan katta mansab bo'lmaydi. Har bitta erkak kishi Alloh taoloni xalifasi o'zini uyida. Ana shu 6 soti, 7 soti uyingizda to'rtta bolangiz, bitta xotiningizga xo'jayinmisiz? Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'lasiz. Ya'ni Alloh azza va jalla ertaga qiyomat kunida ana shu to'rtta farzandingiz va xotiningizni ustida sizga savol beradi. Demak, yaralishlikning boshida Alloh taolo aziz qilib qo'yapti bu bandasini. Kim deyapti? O'rinbosar bo'lyapti. Hali otamiz Odam alayhisalom bir marta alhamdulillah yoki bir marta subhanalloh demasdan Alloh martabasini qanday ko'taryapti. Biz shunday odamda bolalarimiz birodarlar. Allohni hukmlarini inson yerda tatbiq qiladi va yer yuzini obod qiladi. Uni hukmlarini tatbiq qiladi. Yer yuzini obod qiladi degan joy kelyapti birodarlar. Islom degani tarki dunyo, faqat oxiratiga ishlaydi, dunyosini tashavoradi degan gap emas. Yer yuzini obod qilish ham birodarlar, ana shu Alloh taoloning buyruqlaridan. Ya'ni o'tirgan joyingizda toza tutishingiz, yurtingizni iqtisodini ko'tarishingiz, ko'chani toza tutishingiz, yer yuzida yashayotganda hadislarda keladi, o'lmaydigandaqa dunyoda ishini qilinglar, hozir o'ladigandaqa ibodat qilinglar dedi. Lekin ming afsus bo'lsinki, biz o'lmaydigandaqa dunyoda yashayapmiz, o'ladigandaqa ibodatni tashlab qo'ydik. Faqat bir tomonda obod qilishdan ovora bo'lib qoldik. Ana shu 30 yil sizda ta'lim oldim dedi bir shogird ustoziga. 6 qator so'z o'rgandim. Shundan bittasi hammani uyi bor ekan. Meni uyim qabr ekan. Hamma uyini obod qilishga harakat qilar ekan. Men qabr degan uyimni obod qilishga harakat qildim dedi. Demak, ikki dunyoda obod qilishlik musulmonning vazifasi hisoblanadi. Jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmagan edi. Mana aytildi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim, ulardan rizq so'ramayman dedi Alloh. Nimaga jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmadi? Jumhur ulamolarning fikriga ko'ra, eng aqlli jin 10 yashar inson bolasini aqlichalik bo'lar ekan aqli. Qanday qilib obod qilsin? 10 yashar bola aqliga ega bo'lgan jin. Endi shunday odamlar yo'q emaski, jinlardan yordam so'raydigan, jinlardan panoh so'raydigan, ishlarini, yo'llarini ochib berishligini, pollarni ko'rib qo'yishida xohlaydigan odamlar bo'ladi. Birodarlar, ular ham siz bilan bizga o'xshagan zaif mahluq, balki bizdan ko'ra aqli ojizroq bo'lgan mahluqlar. Yer yuzini obod qilishida Alloh azza va jalla ularga yuklagani yo'q. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratdi va suratini go'zal qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim, thumma radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi. Mana ulamolardan bir kishining oldiga bir ayol kishi keladida, "Ey imom," deydi, "Erim menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang, talaqsan" dedi. Talaq tushadimi, tushmaydimi dedi. E'tibor bering. Oydan go'zal bo'lmasang, talaqsan dedi. Shunda haligi imom domlamga, ustozimga boring deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz dedi. Ayol bordi ustozining oldiga. So'zini aytuvdi: "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta talaq tushadi. Talaq bo'lsan" dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz talaq tushadi" dedi deb aytdi. Haligi imom yuring deb ustozning oldiga oldi, bordi aytdi: "Ustoz, talaq tushadi debsiz." "Talaq tushmaydi.
Ustozi nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'la olmaydi desa, ana shu imom shagirdi ustozga aytayaptiki, ustoz deydi. Alloh taolo laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan. Oydan sen chiroylisan, talaq tushmaydi deganda ustozi tan olgan ekan xatosini. Birodarlar, insonlar siz bilan biz ana shu yuzga qarab turib baho beradigan bo'lsak, qanaqa suratda bo'lmasin, albatta u eng go'zal suratda yaratilgan. Shu bilan yana bir marta azz bo'lmayapmizmi? Fi ahsani taqvim, eng go'zal suratda yaratdik. Farishtalarga Alloh taolo men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni yarataman deganida, farishtalar javob berib aytdiki: Ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima. Axir yer yuzida fasod tarqatadigan, nohaq qonlar to'kadiganni yaratmoqchimisan? Farishtalarda bu so'zi Alloh taologa e'tiroz emas edi. Istifhom, ya'ni so'rash ma'nosida edi. Axir biz seni ulug'lab turgan bo'lsak, senga tasbih aytayotgan bo'lsak, yer yuzida qon to'kadigan, gunoh qiladigan bandani yaratasanmi? Alloh taolo inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Bu savolni farishtalar men aytdik, e'tiroz qilib aytgani yo'q, balki aniqlash uchun, bilib olish uchun berishdi. Farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lgan emas. Ibadun mukramun la yasuna robbahum va ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ular hurmatli banda. Ular Robbilariga hargiz osiy bo'lmaydilar, balki Parvardigori buyurgan ishni so'zsiz bajaradilar. Farishtalarda bunday deyishiga sabab bor edi. Alloh taolo jinlarni yer yuziga tushirib, yer yuzida maskan qilib berib, ixtiyorni ularga berganida juda ko'p gunohlarni qilishdi. Nohaq qonlarni to'kishdi. Shunda Alloh taolo farishtalardan iborat qo'shin surib, men o'tgan darsda aytdik, qirib yo'q qilib tashadi bularni. Qolganlarini dengizlardagi, okeanlardagi orollarga surib tashadi. Farishtalar uni ko'rgan edi. Ya'ni ana shunaqa jindaqa bo'ladimi yaratganing? Axir biz senga tasbih aytayapmiz-ku deb aniqlash ma'nosida so'radi. Ikkinchi ma'nosi, yo biz Allohga hamd maqtov aytishlikda noqislik qilib qo'ydikmikan, Alloh boshqa bandani yer yuziga yarataman deyapti. Ikki xil ma'noda o'z ichiga oladi mana shu savol. Alloh taolo men sizlar bilmagan narsani bilaman dedi. Farishtalar o'zaro suhbatlashib aytishdiki, Alloh xohlagan bandasini yarataversin, baribir biz Allohning huzurida hurmatli banda bo'laveramiz. Ilmli bo'laveramiz. Baribir bizdaqa bo'lmaydi u deyshti. Bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki farishtalar butun koinot ishini tadbiq qilib turishardi. Yerda aylantirayotgan, bulut haydab kelayotgan, rizq bilan tarqatayotgan va ulardaqa ilmlik, ulardaqa Alloh taolaga so'zsiz itoat qiladigan bandalar haqiqatan yo'q edi. O'zaro aytishdiki, kim bo'lsa ham bizdaqa bo'lmaydi baribir. Men boshqachaman deb o'ylaymiz hammamiz otamizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni insonning tabiatiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muomala shuda bir axloqni aytib o'tishimiz kerak. Amr ibn Os roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin ancha kech islomga kirgan. Xolid ibn Valid, Usmon ibn Talha, Amr ibn Os uchala bir amir bo'lgan, juda kuchli bir qo'mondon lashkari bosh bo'lgan sahobalar Hudaybiya sulhida kelib birdan iymon keltirishgan. Shunda Amr ibn Os payg'ambarimiz shunday bir zo'r muomala qilganini ko'rib turib, men Rasulullohga hammadan yaxshi yo'l yurinsam kerak, chunki menga hech kimga qilmagan muomalasini qilyapti. Yo Rasululloh, sizga eng yaxshi ko'ringan odam kim desa, Oyisha degan ekan. Yo'q, erkaklardan aytayapman desa, uni otasi Abu Bakr degan ekan. Endi payg'ambarimiz axloqini ko'ringki, shunaqa yaxshi muomala qilganligidan men isключительныйman deyapti-da. Menman deyapti. Men hammadan men shunday narsani bera olgan payg'ambar alayhisalom. Yo erkaklardan aytayapman desa Abu Bakr deydi. Keyinchi desa Umar deydi. Keyinchi desa Usmon deydi. Deydi, bekar so'rabman deydi. Agar deydi davom etaversam, oxirida bo'lib qolishimdan qo'rqib to'xtatib qo'ydim. Bekar so'rabman. So'ramasdan hammasidan meni payg'ambarimiz yaxshi ko'radi deb yurganim yaxshi ekan. Rasulullohning axloqini ko'rib qo'yaylik. Bir shingil birodarlar. Har bitta sahobasiga personal muomala qilgan. Har bitta sahoba o'zini boshqacha deb bilgan payg'ambarimiz oldida. Farishtalar baribir bizdaqa bo'lmaydi kim yaratsa ham, baribir biz boshqachamiz deyshti.
Dar haqiqat ular Alloh taoloning huzurida eng hurmatli, eng bilimdon mahluqlar edi. Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni turpoqdan yaratmoqchi bo'ldi. Endi turli xil rivoyatlar bor. Hani o'tmendan yaratdi dedi. Biz u zaif bo'lgan rivoyatni olmaymizda, sahihini olamiz. Alloh taolo Odam alayhisalomni turpoqdan, yer jinsidan yaratmoqchi bo'ldi. Imom Ahmad, Imom Termiziy ibn Himmonlarda keltirilgan hadisda Alloh azza va jalla buyurdi farishtalarga, yer yuzida qanaqa turpoqni sorti bo'lsa, shundan bir qismini olib chiqildi. Sarig'i bor turpoqda, qattig'i bor, sho'ri bor, qorasi bor, yumshog'i bor, dag'ali bor. Mana shu turpoqdan Odam alayhisalom aralashtirib loydan yasaldi. Demak, odamlarning tabiatini xilma-xil bo'lishi nimasidan ekan? Turpoqdan ekan. Ya'ni bitta otadan 3 xil bola chiqish mumkin tabiati, xarakteri. Bu nimasiga bog'liq bo'lyapti? Turpog'iga. Shuning uchun ba'zi bir birodaringiz injiqligini, ba'zi birodaringizni sholdir-shuldirligini turpog'idan deb qo'yib, nima qilib qo'ying? Kechirib qo'ying. Avf qiladigan bo'lsangiz, bu zaiflarga ihson deyiladi, rizqingizga baraka kiradi, birodarlar. Rizqni aytib o'tmasak bo'lmaydi. Vaqtiki Alloh farishtalarga men loydan inson basharini yaratmoqchiman dedi. Va bu loyda Alloh taolo aralashtirdi va tinun lazib deyiladi. Yopishqoq loyga aylandi, bir-biriga qattiq aralashdi. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni o'zini ikki qo'li bilan yaratdi. Bir marta aziz bo'ldi. Qachon? O'zimni o'rinbosarim, xalifamni yarataman deganida. Bir marta aziz bo'ldi. Ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Ey iblis, nimaga men o'zimni ikki qo'lim bilan yaratgan bandaga sajda qilishlikdan bosh tortdi dedi. Inna ma'mruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fay. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Lekin Odam alayhisalomni ikki qo'lim bilan yaratdim deyapti. Yana xos muomalami? Bizi otamiz shunaqa birodarlar. Alloh taoloning qo'li haqida. Ahli sunna va jamoatning aqidasida Alloh taoloning qo'li bor deyilyapti mana. Nima deymiz bunga biz? Muattala, mushabbaha degan firqalar chiqib ketdi. Muattalalar aytishdi, Allohning qo'li yo'q dedi. Qo'li bo'lsa yelkasi ham bo'lish kerak. U beli ham bo'lish kerak. U bizga o'xshab qoladi. Allohning qo'li yo'q dedi-da, yo'q deganligi uchun Allohning qo'lini kofir olib ketishdi. Chunki Alloh taolo ikki qo'lim bilan deyapti. Biyada deyapti, lug'atni biladigan birodarlar. Ikki qo'lim bilan deyapti. Oyatni inkor qilishdi, kofir bo'lishdi. Mushabbahalar chiqishdi. Ha, Allohning qo'li bor. Bizning qo'limizga o'xshagan deb Allohning qo'liga sifatni belgilab qo'yishdi. Ular Allohning qo'liga sifat bergan uchun kofir bo'lib ketishdi. Bizni tutgan mavqifimiz qanaqa bo'ladi? Allohning qo'li bor, kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Demak, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdi dedi, qo'li borligiga iymon keltiramiz. Qandayligini Alloh biladi. Laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul alim. Alloh taologa hech bir o'xshaydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh eshituvchi, biluvchi bo'lgan zot. Eshitish qanaqa, bilish qanaqa kayfiyati bizga berilgan emas. Alloh taolo Odam alayhisalomni timsol, haykal suratda yasab tashab qo'ydi. Bir necha kun yoki bir Alloh xohlagancha muddat tashab qo'ydi. Mana tuproq, loy, yopishqoq loy va musavvar jism, timsol holati, solsol, qurigan, qatigan loy holatida haykal bo'lib turdi. Odam alayhisalomni Alloh azza va jalla bo'yini 60 metr qilib yaratdi, sahih hadislarda kelgan. 60 metr, yelkasining kengligi 7 metrda bo'lgan rivoyatlar bor. Ya'ni va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. Rasululloh aytdi, ana shu kundan boshlab va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. O'sha kundan boshlab insoniyat kichayishga qarab ketadi deydi. Dalil kerakmi? Muzeylarga borsanglar 500 yil burun odamlar kiygan kiyimlari, ushlagan qilichlari bor. Ha? 2 sopli, 3 sopli deb o'rtasidagi ritsarlarning qilichini qarasangiz, u bitta qilich ko'tarib kechgacha chopishganlar. Biz ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz uni. Nimani belgisi bu? Siz bilan biz mana yosh katta oqsoqollar o'tiribdi. Otalarimizni eslaylik-da, opa-dadalarimizni. Qanaqa bir gavdalik, ularning ushlagan ketmonini biz o'rnidan ko'tara olmaymiz kerak bo'lsa, lekin kechgacha ketmon chopgan. Insoniyat qiyomatgacha kichayib borishligi mana shu hadisdan hujjat olinadi. 60 metr bo'lgan bo'yi, ana shu kundan boshlab insonlar kichayishni boshladi. Bir avlod keyingi avloddan kichayib ketaveradi.
O'zimiz ham ko'rib turibmiz, birodarlar. Jannat ahllarining bo'ylari ana shu Odam alayhisolamning bo'yi 60 metrda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytgan ekan, odamning bo'yi 60 metr edi, ziroati yana 7 metr, 7 ziro edi. Imom Muslim va Ahmadda keltirilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratib, yasab, shakllab bo'lgach, bir muddat o'z holiga tashab qo'ydi, ruh kirgizmadi. Qala lamma xalaqallohu Adam tarakahu ma sha'an yada. Haykal holatda turdi. 40 kun deyiladi, vallohu alam. Iblis jannatda edi. Iblis farishta emas edi. Iblis layin emas edi hali. Yer yuzida rivoyatlarda keladi, ana shu jinlar ichidagi eng taqvoligi, eng ibodatga polvon bo'lganligidan Alloh azza va jalla uni ikroman, hurmat qilgan holda jannatga olib chiqib qo'ygan edi. Allohning makridan faqat fosiq qavmlar g'ofil qoladi. Jannatga kirganda ham Alloh xolisa makr bilan chiqarib olgan ekan shu mana. Iblis keldida hasad qildi. Kim bu dedi? Nima uchun yaraldi? Har tomondan aylanib ko'rdi. Hadislarda keladi, iblis kelib tepib ko'rdi Odam alayhisalomni. Shunda ovoz chiqdi. Odam alayhisalomning qorni bo'sh edi. Haykal holatda qorni bo'sh edi. Ovoz chiqqanini ko'rdida, Odam alayhisalomni ichi g'ovik, bo'm-bo'shligini ko'rdida, quvvat yo'qligini bildi. Ibn Abbos Tabariyda keltirilgan rivoyatlarda odam shakllangan, yaralgan holda 40 kun ruhsiz holda turdi. Shayton keldi, ko'rdi, qo'rqdi, hasad qildi. Farishtalar ham qo'rqishdi. Oyog'i bilan tepib ko'rdi, undan ovoz chiqdi. Odamni og'zidan kelib orqasidan chiqdi iblis. Ichini bo'shligini ko'rdi va farishtalarga aytdi, undan qo'rqmanglar. Agar Alloh uni menga bo'yin sundirib qo'ysa, uni halok qilaman. Agar meni unga bo'yin sundirsa, bo'yin sinmayman dedi. Niyat qaranglar-da. Hasad, kibrdan burun hasad bo'lyapti birodarlar, gunoh. Hasaddan boshlanadi ko'p narsa. Keyin kibr qilasiz. Va hamma hayron bo'ldi. Nima uchun yaraldi bu yangi mahluq? Kimligini bilmaydi. Necha martasi bo'ldi? 2 martami? Uyqusiryapti shekilli. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga ruh kirgizdi. Fa iza sawaytuhu va nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Qachonki men unga uni yaratib, tekislab, shakllab, o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda, unga sajda qilgan holda yiqilinglar. Mana endi 3 marta bo'ldi. Nimamdan deyapti Alloh? Ruhimdan deyapti. Birodarlar, siz bilan bizdagi tirik turgan ruh, bu Allohning ruhidan ajrab chiqqan ruh, birodarlar. Mana bu jasad. Bu turpoqdan bo'lgan, yerdan bo'lgan. O'lganimizda kirib ketadi. Inson o'lganda yerdagi yerga, osmondagi osmonga ko'tariladi. Nima o'lmaydi? Jasadmi, ruhmi? Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun va la nawm. Allohda na uyqu oladi, na mudroq oladi. Ruh uxlamaydi, birodarlar. O'lmaydigan, uxlamaydigan, mudramaydigan Alloh azza va jallaning ruhidan chiqib bizga kirdi. Bizni aziz qilgan narsa ham shu ruh, birodarlar. Shu ruhni Alloh taolo kiyintirib qo'ydi mana jasad bilan. Qiyomatda Alloh taolo boshqatdan turpoqdan chiqarib kiyintirib qo'yadi bu jasadga. Jasadni ehtiyot qilib, ruhni qiynamayli, birodarlar. Namozda turganda rohat oladi. To'g'ri, oyog'imiz tolyapti, belimiz tolyapti, chiqib ketib qolyapti chidamasdan. Ishlatib qolish kerak bu jasadni, bu ruhning rohati uchun. Hadislarda keladi, mana quyidagi hadisda Odam alayhisalomga ruh kirishlik tafsilotlari keladi. Alloh taolo Odam alayhisalomga ruhni boshidan kirgizdi. Birinchi bo'lib ko'zi ishladi. Jannatdagi ne'matlarni, mevalarni ko'rdi. Aqli ishladi. Pastga qarab keldi. Mana shu joyga kelganda Odam alayhisalom bitta surdi. Shunda farishtalar alhamdulillah deng deyishdi. Odam alayhisalomning birinchi og'zidan chiqqan so'zi alhamdulillah bo'ldi. Alhamdulillah ibodatlarning ibodati, birodarlar. Inshaalloh keyingi suhbatlarda alhamdulillah qanaqa ibodatligini gapirib beramiz. Alhamdulillah dedi. Voy demadi. Alloh azza va jalla javob berdi. Rahimaka robbuk. Robbing senga rahmati bo'ldi dedi.
Necha marta bo'ldi? Qaranglar, otamiz qanaqa inson bo'lgan. Qanday banda bo'lgan. O'sha otamizni farzandimizimiz haqiqiy. Bir gunoh qilib qo'yib turib, kullu bina adama xatton va kullu xoyrul xattoina tawwabun deymiz. Nima deymiz? Xato qiluvchilarni odam bolasi borki xato qiladi, xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qil. Birodalar, otamizga ergashsak, otamiz bir marta xato qilgan. Bir marta o'sha mevani yeb qo'ygan. Qaytib gunoh qilmagan. Ras otamizni farzandi bo'ladigan bo'lsa, gunohni kamroq qilaylik. Har safar gunoh qilib qo'yibdilar, yaxshi qiluvchi, tavba qiluvchi. Qilmaslikka harakat qilaylik, birodarlar. 4-marta Alloh rahmati bo'ldi. Ruh Odam alayhisolamning qorniga yetganda, qorni ishga tushdida, jannatda mevalarni ko'rdi, yeyish kerakligini tushundi, hali jon oyog'iga yetmasdan turib intilib bordi. Shoshilib ketdi. Otamizdan bu ham. Bir narsani mo'ljallasak yetguncha bo'lmay ketamiz-ku. 31ni kutib shoshilyapmiz-ku, birodarlar. Shoshilsak ham, shoshilmasak ham Alloh bergan kun bo'lishini iymon keltirdingmi? Shoshilmang. Shoshilmang. Kim aytgani bo'ladi? Xotirjamlik shu emasmi? Odam alayhisalom shoshib olgan ekan. Xuliqal insonu min ajal. Alloh taolo inson shoshqaloq deyapti. Shoshib ketamizda, bo'lmayapti-da, bo'lmayapti. Duo qilib necha yillar bersangiz bo'lmayapti. Birodarlar, duo qilaveringda. Bo'lmayapti desangiz pishib qolishi mumkin. Turibdi, tushish kerak. Shuncha so'radim, bermadi dedingiz. 50 yildan ham bermadi dedingiz. Bo'ldi, tushmaydi endi. Inson o'layotganda ham xuddi shuni aksi bo'ladi, birodarlar. Jon oyoqdan chiqishni boshlaydi. Yaxshi bilamiz, oyog'i muzlab qopti deymiz, oyog'i nima deymiz? Ishib qopti deymiz. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ruh qanday kirgan bo'lsa, chiqishlikda xuddi o'shunday teskari yo'l bilan oyoqdan boshlab chiqishni boshlaydi. Yo mana ba'zida shunday bir ulamolarning gaplari keladi, inson mana shu o'lganda ko'ramiz, haligi kinolarda ko'ramiz endi. Ko'zi shuni osmonga qarab qoladi. Ruhini chiqib ketayotganini ko'rar ekan ko'z oxirgi marta. Ruhini ko'rar ekan o'zini. Ho, hali qancha bor unga deymiz-ku. O'rtacha bir 70 ga kirsam, kim biladi, birodarlar? Kim biladi 70 ga kirishimizni? Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga jon kirgizib bo'lgandan keyin umurtqasini o'ng qo'li bilan siladi. Va qiyomatgacha, ana shu lahzadan boshlab qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini bir vaqtda yaratdi. Bu yerda o'tirganlar yosh qancha bo'lishidan qat'iy nazar ruhimiz teng akalar. Odam alayhisolamning birinchi farzandlari va oxirgi qiyomatgacha yaqin tug'iladigan farzandlarning ruhi bir vaqtda Alloh taolo bo'ldidi, hamma ruhlar bir vaqtda yaraldi. Endi dunyoga kirishlik tartibi Alloh taolo taqdir qilib qo'ygandaqa birimiz burun, birimiz keyin dunyoga kelamiz. Alloh azza va jalla mana shu o'rinda bandalar bilan misoq tuzdi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonmiz. Musulmonman. Kimning millatidansan? Kitobing nima? Qibling nima? Qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri deymiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, haligi tez qatorib bo'lib qo'ygan, yotlatib qo'ygan kattalarimiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, ruhlar balo degan kuni. Nima degani? Mana shu misoqni gaplashamiz inshaalloh. Yine to'xtatamiz. Astagfirullah va idza akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqula inna ma ashraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Qiyomat kunida Allohning oldiga borganda bir banda "Ha men eshitmagan ekanman bularni. Ha menga birov aytmagan ekan" der ekan. Biror bir qavm bo'lmaydi, magar ichida albatta oxiratda ogohlantiradigan nazir, ogohlantiruvchisi bo'ladi deyildi. Endi bir banda eshitmadi ham deylik. Ruh ana shu paytda yaratib qo'yib turib, hammamiz ruhimiz Alloh taolo alastu bi robbikum. Men sizlarni yo'qdan bor qilgan Robbinglar emasmanmi deganda hammamiz bir ovozdan ha, biz guvohimiz sen bizni yo'qdan bor qilganligingga deb javob berganmiz. Kim eslay oladi shuni? Islomiysizlar, men ham islomiyman. Chunki agar buni eslaydigan bo'lsak, bu qanaqa bu imtihon bo'lib qoladi? Alloh taolo aytayapti, mana biz
Guvohlikka o'tdik. Qiyomat kunida biz bu narsalardan bexabar ekanmiz. Otalarimiz mushrik bo'lgan ekan, otalarimiz qilgan gunoh tufayli ana shu ahmoq bo'lgan odamlarga ergashganligim uchun azoblaysanmi demasligimiz uchun senga hozir so'z beryapmiz. Ya'ni har bittadan eslaymiz birodarlar qiyomat kunida bergan so'zimizni. Ana shu payt misoq deyiladi. Ruhlar Parvardigori bilan ittifoq qilgan, dogovor qilgan kuni misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-Misoqdan beri. Al-Misoqning ma'nosi nima ekan? Hammamiz ha Parvardigor, sen bizni yo'ldan bor qilgan Robbimizsan, bizga hech qanaqa uzr qolmadi degan kunimiz. Demak, hech kimga qiyomat kunida uzr qolmaydi. Alloh azza va jalla mana Hazrat Umar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratdi va o'ng qo'li bilan uni zohirini siladi va qiyomatgacha yashaydigan zurriyatni chiqardi va dedi Alloh. Ana ularni dedi, jannat uchun yaratdim. Mana bularni do'zax uchun yaratdim dedi. Ruh bo'lib turgan paytda Alloh taolo bo'lib qo'ydi. Mana qismi jannatga, mana qismi do'zaxga dedi. Biz nomoya amalimizni o'ng qo'limizdan olib, jannatligimizni xabarini topmaguncha hech qachon xursand bo'lishga haqqimiz yo'q. Shundaymi? Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Ammo kim kitobini o'ng qo'lidan bersa dedi Alloh taolo. Kitobini oladida xursand bo'lib ko'ringlar. Mana Alloh menga kitobni o'ng qo'ldan berdi. Va amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ammo kim kitobini chop qo'lidan bersak, o'ng qo'ldan chop qo'ldan olinadi. Ana shu kun kelguncha hech kim xursand bo'lib xotirjam bo'lishga haqqi yo'q. Shunda bir kishi so'radi, "Ya Rasululloh" dedi. "Kimi jannatga, kimi do'zaxga borishi hal qilinganmi?" "Ha" dedi Rasululloh. "Unda nima qilamiz qiylan amal qilib" dedi. Kitobimizga suyanib, yozib qo'ygan narsaga suyanib yota olmaymizmi? Meni jannati bo'lganimni yozgan bo'lsa, men dod desam, faryod desam, jannatga kiraman ekan. Shundaymi? Shunday. Men har qancha amal qilsam, agar do'zaxligimni yozgan bo'lsa, do'zaxga kirib keta olman ekan. Shundaymi? Unday emas, birodarlar. Amalu kullun muyassar liman xuliqa dedi Rasululloh. Yo'q dedi, amal qilinglar dedi. Har kim dedi, diqqat qilaylik. Qayoqqa yozilgan bo'lsa, shu yoqqa olib boradigan ishlarni qilishlikni oson qilib qo'yadi u uchun. Tushuntira oladimmi? Bemalol kechqurun turib namoz o'qiy olasiz. Bemalol 50 yerda bir 100 dollar turganda oxlab o'tib keta olasiz. Bemalol ko'zingizni shuni yerga olib qocha olasiz, zino bo'layotganda ko'z zinosi. Bemalol televizor ishlab qola olasiz. Bemalol Qur'oningizni ochib televizor o'chirib qo'ya olasiz, bemalol Qur'oningizni o'qiy olasiz. Va aksincha, bir bandani Alloh do'zaxga yozgan bo'lsa, uni hech kim bilmaydi. Xuddi jannatga yozganini bilmagandek. Lekin bu do'zaxiy ishlarni qilishlik bilan mashg'ul bo'ladi, do'zaxiy ishlar qilishi bunga oson bo'ladi. Ba'zida yerda ketayotgan qo'ng'izni bosib olsangiz, inson qanaqa bir ichingiz ezilib ketadi. Beqasd qildingiz, lekin ichingiz ezilib ketadi. Endi odamlarga ochiq zulm qilayotgan odamni ko'rganda nima deysiz? Yo'q, Alloh biladi, uni ayta olmaymiz do'zaxligini. Demak, ba'zi odamlarga do'zaxning ishini qilishlik oson bo'lar ekan. Ba'zi odamlarga jannatning ishlarni qilishlik. Demak, tekshiraylik birodarlar. O'zimizga savol beraylik. Qaysinisi oson bo'lyapti? Yana noaniq kimga qayerga borishligi biz uchun Alloh azza va jalla o'zi biladi. Xulosa birodarlar, har bir inson o'ziga qaysi tomon yozib qo'yganligini bilmaydi va har bitta insonda ixtiyor bor. Indalloh shu gapda. Ixtiyoringiz bilan jannatni ishlarni qiling, jannatga kiring, ixtiyoringiz bilan do'zax ishlarni qiling, do'zaxga kiring. Lekin jannatni ishlarni ixtiyoringiz bilan qilayotganda ham kerilmang. Chunki innamal a'malu bil xawatim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu o'tirishimiz hech narsa emas. Ketar soatda shunday holatda ketmasak, bu o'tirishimiz hech narsa emas. O'shuning uchun o'zimizga katta baho berib, xotirjam bo'lib qolmaylik. Necha marta aziz bo'ldi? Birinchisi, o'rinbosarim dedi. Ikkinchisi, qo'li bilan yaratdi. Uchinchisi, o'zining ruhidan kirgizdi. To'rtinchisi, rahimaka robbuk dedi. Mana shu joyda to'xtatib, qolganini keyingi darsda inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.